Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun yana Abdulloh.f. Bugun biz o'sha qora aziz hissalari davom ettiramiz. Oy, telefonim yomon qotib ketdi. Telefon o'ziga kelibsam. Anchadan beri telefon o'yin ko'rmaganda o'zi. Xo'p, hozir men rolga kirishib olaman demak. Xo'p. Yuramiz. Bugun ish yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa o'tgan galdan qolgan $30,000 va mana shu Nexia 3 mashinamiz bor edi. Xudo xolasa endi bugun mana shu xudo xolasa Gentra yoki agar ish zo'r bo'lib ketsa Malibu olishim kerak. Lekin men videoni yoqish esimdan chiqib qopti. Ishlab bir ikkita kichkina bizneslarni qilib ochib qo'ydim. Mo'yka ochib qo'ydim. Bitta mo'ykadan hozir o'pshi $5,000 tushdi. Shunaqa qilib, короче, bir ikkita narsalardan bo'lib, o'pshi pulim 45,000 bo'lib qoldi. 45,000 yetmaydi, kamda. Xudo xolasa yana ozgina ishlab Malibuga yetish kerak. Hozir bemalol men Gentrani olsam bo'ladi, lekin ishlab bittadan Malibuni olamanmi, deyapman. Malibu sevganman-ku. Do'stlar, men sizlarga bir necha milliard qayta gapirib o'tyapman. Kerak bo'lsa videolar ham qilib chiqdim, ammo videoni kam odam ko'ryapti. Xullas, men shu videoni orasiga tiqib olishga qaror qildim. Men sizlarga bu akkaunt emas, Morgard Public akkauntda 100 ta obunachi yig'inglar dedim. Sizlar bu akkauntni yig'ib qo'ydinglar, bilaman, aktivinglar zo'r. Morgard Public akkauntida 100 ta obunachi bo'lishi bilan men sizlarga 100% shu o'yinni tashlab beraman. Даже men o'sha obunachilarim yig'ib qo'yadi. O'sha video chiqqanni ertasi kuni men bot yasab qo'yganman. O'sha o'yinni beradigan. Lekin sizlar bu kanalga yig'ib qo'yibsizlar. Men sizlarga botning nomini Morgard Public akkauntida 100 ta obunachi yig'ilgandan keyin beraman. Tinchlikmi komandir, nimadir bo'ldimi? Siz fuqaro Abdulloh Fayzullayev narkotik moddalar yetkazib berishda ayblanasiz. Iltimos biz bilan politsiyaxonaga borishingizni so'raymiz va hamma gapingizni politsiyaxonada aytishingizni iltimos qilamiz. O'sha bo'laman gaplashdim. Hozir meni 2 kun qisqa o'tkazib militsiyaxonaga olib borishar ekan. Shu yerda hamma narsani tushuntirishar ekan. Men hozir tushunmayman nima bo'layotganini. Komandir, nima uchun meni qamoqxonaga olib keldingiz? Fuqaro Abdulloh Fayzullayev 2011-yil tug'ilgan. Siz 1998-yil tug'ilgan Rashidov Saiddan ko'chadan giyohvand moddalarni olib, qora Gentraga yetkazib berganlikda ayblanyapsiz va bu haqida bizda dalillar bor.